Kim Heqiqiy Tërorchi? Aptori Heqdar. Xitoy kommunist hokimiyati Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik planini Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan boshlab o'ylab kelgan bo'lsa-mu, Shi Jinpingning davriga kelganda rasmiy ijro qilishga boshladi. Bu razil planni 2015-yili Sharq Turkistonning ba'zi viloyatlarida yo'shurun yo'lga qo'ydi. 2016-yildan boshlab barliq viloyat, shaharlar, noya, yezilar, kent aholilarga kengaytdi. 2019-yilga qadar 3 milliondan ortiq begunoh kishini yig'ilish lagerlariga qamab, ota-onani balalardan, ayolni bir-biridan ayirib etdi. 500 mingdan ortiq kishini Xitoy o'lkalariga va boshqa shaharlarga ruxsatsiz kelolmaydigan shart bilan surgun qildi. Qolgan kishilarni Xitoy amaldorlarining jinoyatlariga yordamlashish, haqsiz amgak qilishdek ishlarga majburladi. Har xil vositalar bilan ularning qalblaridagi o'ylarini, so'zlarini, harakatlarini kontrol qilib, menga yuyish, meyib qilish, yo'q qilish orqali ig'ir darajada assimilyatsiya siyosatini yurgizdi. Bu razillikning oshkorlanib qolmasligi uchun Sharq Turkistonning chegaralarini taqidi. Har xil aloqa detallarini, uchur aloqa vositalarini qat'iy chekladi. Internet, telefon qatorliqlar qattiq nazorat qilindi. Shundaqdimi bu jarayonda boshqa vositalar orqali bir qism uchurlar chet elga chiqdi. Muajiratdagi Sharq Turkistonliklar bu ichinishlik uchurlarning rostligini dalillagandan keyin xalqaradan yordam so'rab keng tarqatdi. Har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining yetakchiligida o'xshamagan faoliyatlarni izchil ilib bordi. Oxiri dunyo jamoatchiligi bu masalaga diqqat qilishga boshladi va Sharq Turkistondan iborat bu zaminda ig'ir bir haq-nohaq masalasining borligini his qildi. Shundaqla tajovuzchi Xitoy hokimiyatining ichki tarafda farqli madaniyatlarni tugutish, sirtqi tarafda dunyoga xo'ja bo'lish tushining borligini to'nib yetdi. Hurlik, demokratiya tarafdorlari bo'lgan Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari Xitoy kommunistlarining bu razil niyatlariga qarshi chiqdi va to'xta deyishga qadam bosdi. Ammo Xitoy hokimiyati dastlabda bizda bundaq ish yo'q deb qat'iy tandi. Vaqtning o'tishiga ergishib, ba'zi muxbirlar, tadqiqotchilar lagerlarni oshkorlagan, lagerlardan qutulib chiqqan bir qism kishilar guvohlik bergandan keyin amalsiz qolgan Xitoy hokimiyati pardozlab bu yerlar tarbiyalash o'rinlari, kasbiy tarbiyalash maktablari deb yolg'on aytib turib oldi. Dal mush vaqtda, ya'ni 2019-yili sentabrda Xitoyning planiga, jinoyatlarga munosabatlik 403 batlik bir maxfiy hujjat oshkorlandi. Shuning bilan dunyoning saqchisi deb qaralgan Amerika hukumati Uyg'ur 2019 qonun loyihasini birga qarshi 407 ovoz bilan ma'qulladi. Yevropa davlatlarimo Xitoy hokimiyatiga qarshi Magnitskiy qonunidek ba'zi muhim qarorlarni oldi. Oxiri besimga bardoshlik berolmagan, sharafsizlarcha rasvo bo'lgan Xitoy hokimiyati vaziyatning o'zlariga foydasizligini to'nib yetib, o'zgacha usul bilan jo'ylashga boshladi. Bu yerga qamalganlar terrorchilar yoki terrorlik bilan zaharlanganlar. Biz terrorlikni tugutish uchun bu ishlarni qildik. Shunga 3 yildan beri Sharq Turkistonda terrorlik yuz bermadi deb yolg'on axborotlarni e'lon qildi.
ham munosabatsiz video, rasm, ovozlarni kirishtirib, yolg'on filmlarni ishlab tarqatdi. Buningdagi asosliq maqsad birinchi, dunyo axborot sohasining havosini bulg'ab, burilish paydo qilish. Ikkinchi, gunohni Uyg'urlarga va Uyg'ur tashkilotlariga do'ngab qo'yib qutulish. Uchinchi, Xitoy xalqining hissiyotini qo'llanib, Sharq Turkistonliklarga hujum qilishni davomlashtirish. To'rtinchi, Amerika va G'arb allarining jazosidan saqlanib, vaqti kelganda hisob elish. Siz o'ylab beqing. Birinchi, Xitoy kommunistlari 1949-yildan beri Sharq Turkistonni besib olsa. Ikkinchi, Pomishkdab necha 10 minglagan kishilarning shaxsiy boyliqlarini bulab, ularni vahshiylarcha o'ldirsa. Uchinchi, 1966-yildan 1976-yillar orasida madaniyat zo'r inqilobi deb muqaddas Qur'onni ko'ydirib, madaniyatlarimizni, tarixiy miroslarimizni buzsa. To'rtinchi, tug'ut cheklash siyosatini yo'lga qo'yib, 10 milliondan ortiq avlodlarimizni qirvatsa. Beshinchi, Sharq Turkistonning yer osti boyliqlarining hammasini ichkir o'lkalarga elib ketsa. Oltinchi, Sharq Turkistonda milliy barobarlik bo'lmasa. Yettinchi, e'tiqod erkinligi cheklansa. Sakkizinchi, urf-odatlar hurmat qilinmasa. To'qqizinchi, hatto uzun kiyimlar qaychi bilan kesilsa. 10-chi, necha ming masjid chiqilsa. 11-chi, jay namozlar, diniy va milliy kitoblar ko'ydirilsa. 12-chi, aqalli insoniy huquqi berilmasa. E'tiqodi va urf-odatlarga asosan o'lsimi qabul qilinmaydigan cho'shqa go'sht yeyishga, aroq ichishga, qizlarni boshqalarga xotin bo'lishga, uylarga yerlashtirilganlarga hamroh bo'lishga majburlansa. Buningga qarshi o'ylash, so'zlash, harakat qilish terrorlikmi? İnsanның his qiladigan yuragi, tafakkur qiladigan aqli bo'lmasa, u inson bo'lamdi. İnsanның haqqi va huquqi degan nima? Tajovuzchi terrorchimi yoki o'zini qo'g'dug'uchi terrorchimi? Haqni elib olg'uchi terrorchimi yoki haqqini talab qilg'uchi terrorchimi? Siz insof va adolat bilan javob bering. Biz Sharq Turkistonlik Uyg'urlar terrorchimi yoki Sharq Turkistonga tajovuz qilgan Xitoy kommunist hokimiyati terrorchimi? Asar tamom. 2019-yil 15-dekabr.